do'stlar, men sizlar uchun Clash Royale'dan men 35 ming so'm evaziga bunday Apple degan bitta kanal sotib oldim. Ya'ni o'yinni ichida akkaunt. Shu akkauntni ichini birga tekshirib, narsalarni ochib, peyzlar qilib tashlaymiz. Xudo xolasa videoga like bosib, kommentariy yozib ketishni unutmanglar. Sizlar bilan Viking Games bo'lyapti. Ketdi do'stlar. Kartalar bo'limiga o'tsak, bu yerda qarayda mana. Umuman os. Mana короче hamma odam olinganda mana. Bu 35 mingga arziymi yo'qmi kommentariyada yozib ketishni unutmanglar. To'qqizinchi level, 11-chi level barchasi olingan. Voh, bunaqa akkaunt. Lekin mana unaqa Magic itmasmi, hech qilib shunaqa narsa olinmagan ekan. Mana unda qaranglar. O'zi font, ya'ni eng ko'p qancha borligi mana shu kurs qo'ydi 530 ta emote collection. Font deb qo'ydi 530 530 530 dan 530 lik gacha mana. No yomon zo'r ekan-a. Короче, bunday odam turadiganlardan 466 ta bor. Shu bunga. Nima o'zi bu? Mana unday ekan. Mana, ostida turli. Mana. Bunday ko'rdik bular mana. Ishqilib ko'p deb barcha narsa olingan. Endi keyin ochamiz. Tesla. Va oxirgi karta bu bunday bo'lakay bu. Bu короче. Bularni qaranglar mana. Apple no clan deyapti. Klansiz deydi. Bitta klan bilan qo'yish kerak. Voy, nol deyapti. Voy. Bu yoqda hamma narsa bor. Ittak. Sovringa kelsak. Sovrinni qaranglar, nima degan gap? Apple Note 0 ta sovrin. Qani o'ynab ko'raylik. Men o'ynashni uncha o'ynab bilmayman. To'g'risi, prosta sotib olib sizlarga obzor qildim. 35 ming so'mlik akkaunt. Ketma-ketlikdan qilyapti. Gigant. Lekin borishi ham qiyin-da. Yutqizib qo'yapmiz.
bir qurolini egalladi. Enemy Giantito ekan, короче, noklan. Deylar, mana bugungi videom shu obzor bilan bo'ldi. Ishqilib mana hamma narsani olgan. Join'di. Короче, hamma narsa olgan ekan bu odam. Молодцы, men sotib oldim. Itak hech qanaqa mod qo'shmaganman o'zida. Do'stlar, mana olganman, ko'rasizlar. Deylar, bo'ldi. Bugungi videom shu bilan tamom. Sizlar bilan Viking Games bo'ldi. Obuna bo'lib, komment va laykni bosib ketishni unutmang. Agar ovozlarda shunaqa ovozlar eshitgan bo'lsanglar, uzr, ovoz tomondan unaqa nima dublyaj shunaqa qilolmayman, montaj shunaqa qilolmayman, shuning uchun uzr. Короче, sizlar bilan Viking Games bo'ldi. Obuna, layk, komment hamma narsani kutib qolaman. Keyingi videolar nima haqida bo'lishini kommentariyada yozib ketishni unutmanglar. Xayr.